Aziz yurtdoshlar, biz Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanidamiz. Biz hozir Janob Rasul studiyasiga keldik. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. O'zlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rasuljon, aylanib ketdik. Yaxshimisiz? Shuni o'chirib oling. Rahmat, o'z yaxshimisiz? Shu yerga ham topib keldingiz-a? Bilasiz-ku. Qoyillik. Qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Nima shamolni o'chirdi? Endi sizni navbatingiz kelibdi, Rasuljon. O'shaning uchun O'zi kuzatib yurdim. Shunday bo'ladi ekan, meni ham topsa kerak baribir. Toshkentdan qidirib topa olmadik. Majbur bo'ldik. Hozir ro'za kuni baribir shu uyda bo'lasiz-ku. Ha, ijodxonada-da biz. Ijod qilyapsiz ekan. Eshitdik, surishtirdik, topib keldik, xullas. Rahmat. Siz uchun keldik. Beruniyga keldik, aziz yurtdoshlar. Xush kelibsiz. Rahmat. Demak, ko'ribsiz bu o'yinni, bilasiz. Ba'zi men podpisiyam bo'lganman, chunki kelib qolishingizni bilardim. Seriozmi? Zador aka bilan oldindan yaqinroq edingiz, shuning uchun keladi baribir dedim. Hurmat cheksiz sizga. Rasuljon, qarang bo'lmasa. Qo'limda ikkita sirli quticha bor. Bittasi katta, bittasi kichkina. Bittasini tanlash kerak bo'ladi. Bo'ldi. Men kichkisidan boshlamagan. Kichkinasini tanlayman. Ichida sog'i bo'lmasa-chi? Mayli, sog'ib bo'lmasa ham, lekin sizlar bilamanda, kattasiga ana ko'p odam kattani yopishadi deb kattaga hech nima qilmay qo'yasizlar. Katta kichkinasiga qo'yasizlar. Aniq kichkinani tanlaysizmi? Gap bo'lishi yo'q mumkin bo'lsa ham emas. roziman. Gap bo'lishi mumkin emas. Ochamiz Rasuljon. Ichidan chiqqan sovg'a sizniki bo'ladi. Durun. Oh, qog'oz bor-ku. Hech nima yo'q-ku. Qog'ozni o'qiymiz-da, nimadir yozilgandir. Shu yozilgan narsa meniki, ha? Aha, nima yozilgan bo'lsa shu sizniki. Sen ertaga ket. Boshqaga changitgich. Changitgich. Qoraqalpog'iston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Janob Rasul sirli qutichadan changitgich yutib oldi. Ana endi buni davomi bor. Rasuljon, qadrdonim, o'rtog'im. Agar haqiqatan men obuna bo'lgan o'sha hamkorlarimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, mana shu ikkinchi quticha ichidagi sovg'a ham sizga bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Bo'lganmisiz menga? Mana, muammo yo'q, bizda yolg'on yo'q. Xo'p, mana operator ko'rsatsa bo'ladi. Aha. Hozir mana uni poyizga Davlat aka. Mana Bo'ptimi? bu podpisani. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, bu quticha ichidagi sovg'a ham sizga. Rasuljon, o'zi MK Express nimaligini eshitganmisiz, bilasizmi? Yo'q, eshitmaganman, lekin ko'rganman. Nimadir Xitoydan nimadirlar olib kelib beradi. To'ppa-to'g'ri. Arzon narxda olib kelib beradi deb eshitganman. To'ppa-to'g'ri. MK Express bu Xitoydan mahsulot yetkazib beruvchi pochta. Tushunarli. Bo'ldi. Demak, bu qutichani ham ochamiz, ichidagi sovg'a chiqsa, u ham sizga. Menda ikkita sovg'a bo'lib ketdi. Chunki obuna bo'lgansiz-da. Bo'ldi, tushunarli. Demak, menga obuna bo'lib qo'yishinglar shart. Mashina chiqib qolsa, Hamma narsa bo'lishi mumkin. Nima ekan? mashina. Seriously? Mashina. Ko'rsating menga. Mana. Qaranglar, Janob Rasul mashina yutib oldi. Lekin bunga mashina olsa bo'ladi. Mana $100 chiqdi. Olib keling sovg'alarini. Demak, Janob Rasul $100 nima olsam ekan $100 ham $100 pul yutib keling, oldi. bunga ijtimoiy bo'lmaydi, mana shunday qiling. Nima qilamiz? Buni o'sha obunachilaringiz kim bittasiga bering uchun. O'yin qilasizmi, nimadirlar qilasizmi? Bir Seriozmi? Lutf mana qiling, mana shu kimdir mana shu videolarni ko'proq odamga yuborsin yoki bo'lsa podilyatsiya qilsa, storiasiga qo'ysin. Kim ko'p qo'ysa $100 emas, $200 qilib bering. Mana shuni olmay qo'ya qoling, shu joyiga solib, mana shu muxlislarga bera qoling. Xo'p, demak, Rasul mana shu videoga kim ko'p like bosib, podilyatsiya qilsa, shu insonga berib yuboramiz, shu pulni. Albatta, shunaqa qiling. Bunaqasi bo'lmagan. Aziz yurtdoshlar, muxlislar, sensatsiya Janob Rasul pulni olmadi. Chunki mana shu pulni kim ko'p like bosib, podilyatsiya qilsa, o'sha muxlisga berar ekanmiz. Ha, so'ray qo'yib beringlar. Atmet qilib. Gap bo'lishi mumkin emas, bunaqasi hali bo'lmagan sensatsiya. Janob Rasul Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, demak $100 pulni xarid qildi. 200. 200 midi? 100 qo'shib berasiz dedim. $100 ga rostdan ham ijtimoiy bo'lmaydi hozir. 3-4 kun ham berib bo'lmaydi. Bir kunda yo'q bo'lib ketadigan pul bo'lishi mumkin kimlar uchundir. O'shaning uchun iloji bo'lsa 200 qilib bering aka. Bo'ldi. $100 Janob Rasuldan, $100 bizning nomimizdan ekan. Bunaqasi bo'lmagan. Baribir bandan chiqyapti deb. Bering. Mana, Rasuljon. Mana pilisos. Buni Bu menimcha mashinalarga bo'ladi, kichkina-ku. hamma narsaga bo'ladi. Mashinaga ham to'g'ri keladi. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Mashinangiz juda ham ko'p. Bilaman. Hammasi katta mashinalar. Shunga yaxshi bo'lar ekan. So'mkalarda yurasiz, to'yda, yaxshi kunlarda yurasiz, mashina ichini bir tozalashga ham vaqt bo'lmaydi. Moykaga ham vaqt bo'lmaydi. O'sha payti mashina ichini tozalashga zo'r qulay. Rahmat, mana. Sovg'ani yomoni bo'ldi ekan. Tabriklaymiz. Xursandman kelganinglar uchun. Rahmat. Omadinglarni bersin iloyim shu.
Nima niyatda kelgan bo'lsanglar, niyatlaringizga erishinglar. Rahmat. Salomat Bosh bo'linglar. tashinglar. $200 kutyapti sizlarni.